Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, e'tiboringizda Kamina G'aniyeva Sayyora. Bugun sizlar bilan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEM ta'lim texnologiyasidan foydalanish mavzusidagi ilmiy tushunchalar haqidagi ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEM ta'lim texnologiyasidan foydalanish bolalarning har tomonlama intellektual rivojlanishiga xizmat qiladi. STEM science, fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika yo'nalishlarini birlashtirgan zamonaviy ta'lim yondashuvidir. STEM muhitini tashkil etishning yo'nalishlari: ochiq va moslashuvchan muhit, bolalar erkin harakatlanishlari va materiallardan, konstruktorlar, tabiiy ashyolar, texnik vositalar, ijodiy foydalanishi uchun markazlar tashkil etish, integratsiyalashgan yondashuv, fan va san'atni birlashtirish, masalan, Lego orqali ko'prik qurish, muhandislik va san'at. Ijodiy faoliyat, bolalarning nima uchun degan savollarga javob topishlari uchun tadqiqotlar olib borishlari, modellashtirish va eksperimentlar o'tkazishlari imkoniyatini beradi. Bunda pedagogning roli tayyor bilimlarni berish emas, balki faoliyatni yo'naltiruvchi bo'lish hisoblanadi. STEM texnologiyasining afzalliklari: kognitiv rivojlanish, mantiqiy va tanqidiy fikrlashni shakllantiradi. Ijtimoiy hissiy ko'nikmalar, jamoada ishlash va muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Motivatsiya beradi, ya'ni o'rganish jarayoniga qiziqish va tashabbuskorlikni orttiradi. Amaliyotda ta'lim markazlarida robototexnika elementlari, qurilish materiallari, san'at ustaxonalari mavjudligi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda yuqori natijalar beradi. Rivojlantiruvchi muhit — bu bolalarning har tomonlama rivojlanishi, pedagogik va psixologik sharoitlar majmuasidir. Bunday muhit bolalar mustaqil faoliyat, qiziqishi va ijodkorligini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit quyidagilarni o'z ichiga oladi. Birinchisi, o'yin faoliyati uchun sharoit yaratilishi, ijodiy faoliyat uchun materiallar, tajriba o'tkazish imkoniyati, qurish va konstruksiya qilish vositalari, kitob va o'quv materiallari hisoblanadi. Faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish tamoyillari. Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda quyidagi tamoyillarga amal qilinadi. Birinchi tamoyilimiz — bolaga yo'naltirilganlik. Ta'lim jarayoni bolaning qiziqishi va ehtiyojlariga mos bo'lishi kerak. Ikkinchi tamoyilimiz — mustaqil faoliyatni qo'llab-quvvatlash tamoyili. Bunda bolalar mustaqil tajriba qilish va o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishi zarur. Va uchinchi tamoyilimiz — xavfsizlik tamoyili. Barcha o'yinchoqlar va jihozlar bolalar uchun xavfsiz bo'lishi kerak. To'rtinchi tamoyilimiz — qiziqarli muhit yaratish tamoyili hisoblanadi. Rang-barang o'yinchoqlar, qurilish materiallari va tajriba vositalari bo'lishi lozim. Va beshinchi tamoyilimiz — faollik va ijodkorlik. Muhit bolaning ijodiy faoliyatini rivojlantirishi kerak. STEM texnologiyasi maktabgacha yoshdagi bolalarda quyidagi ko'nikmalarni rivojlantiradi. Ijodkorlik qobiliyati, ijodiy fikrlash, mantiqiy tafakkur, muammolarni hal qilish qobiliyati, jamoada ishlash ko'nikmasi, tadqiqotchilik qobiliyati. STEM orqali bolalar turli tajribalar o'tkazadi, savollar beradi va o'zlari javob topishga harakat qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida STEM texnologiyasini quyidagi faoliyatlar orqali amalga oshirish muhim hisoblanadi. Tajribalar. Bolalar suv, qum, ranglar bilan turli tajribalar o'tkazishlari mumkin. Qurilish o'yinlari. Kublar, Lego va boshqa konstruksiyalar yordamida turli inshootlar qurish. San'at faoliyati. Rasm chizish, ranglar bilan ishlash va ijodiy ishlar qilish. Matematik o'yinlar, sanash, shakllarni ajratish va oddiy matematik topshiriqlarni bajarish. Texnologik o'yinlar, oddiy mexanik o'yinchoqlar va konstruktiv o'yinlardan foydalanish hisoblanadi. Bugungi sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling.